Çünkü jigar hujayralarida nerv tolalari oxirlari bo'lmaydi. Jigarni faqat o'rab turgan pardada, glisson kapsuladagina nerv oxirlari bo'ladi. Ana shuning uchun ham bu og'riq, xuddi o'zingiz aytgandek, mana tish og'riydimi, bu organizmni ogohlantirish. Mana shu joyda patologik jarayon bor. Vaqtida ko'rin, davolan degan ma'noda. Lekin jigarda og'riq bo'lmasligining yaxshi yomon tomonlari bor. Endi yomon tomoni to'g'ri, og'riq bo'lmasa, uzoq yillar davomida jigar jarohatlansa, albatta kasalliklar ko'pincha kech aniqlanishiga sabab bo'ladi. Lekin buni yaxshi tomoni ham bor. Agar xuddi tishimiz og'riganda, jigardagi har qanday salbiy omillarda jigar og'riyverganda, ochiqni aytganda bilmadim, jigarimiz ertalabdan kechgacha hatto 24 soat og'risa kerak. Nimaga? Chunki biz o'zimiz bilgan holda, bilmagan holda qancha salbiy omillarga qo'l uramiz, to'g'rimi? Turli masalan mumkin bo'lmagan ichimliklar, achchiq, sho'r va kaza. Mana shularni jigar hujayralari tinimsiz filtrlab, detoksikatsiya qilib, zaharlantirib turishi kerak. Lekin bu degani albatta jigarimizni o'z vaqtida tekshirtirib turishimiz shart degani. Nimaga deganda kasalliklarni kechqurun emas, o'z vaqtida aniqlansa, kasallikni oldi olinadi va kasallikning rivojlanishiga yo'l qo'yilmaydi.